Bu yerda o'zgargan narsa, yangi xatoliklarimiz bor. Men switch case bilan berdim. Switch case bilan berganda ko'pincha Android Studioda xatolik chiqar ekan. Shuning uchun switch case'ni o'rnini hammasini nishatdim, if else bilan berib chiqdim. Ya'ni shart berish operatori bilan tanlash bilan emasdan. Shunda bizada natija chiqdi. Shuni endi menu.xmlda XML'imizdagi itemlarimiz, keyin hamda Java kodimiz xuddi shu yuqorisi bir xil. O'zgargan joyi faqat switch case else if'a aylandi. Bu yerda bizada yana banda virtual device'dan ishlatib qo'yibman. Ya'ni shu menu degan 3 nuqtaning ustuna bosganimda mana bu itemlarim chiqishi kerak edi, to'g'rimi? Xuddi shuning o'zini vazifasini bajardi. Itemlar yana search, upload, copy, print, share, bookmark deb yozilgan edi. Bunda yana to'g'risida ishlatib turibdi. Ko'rgan bo'lsangiz, yana uploadni ustuna bosdim. Pastda men bir ko'rsanib chiqib ketadi. E'tibor bilan bersangizlar yana select item print deb chiqdi yana. Endi hozir misol uchun men searchni bossam, bu yerda yana select item search deb chiqadi yana. Nechadir millisekundda chiqib turibdi. Xuddi shu tartibda qolgan menyulardan ham o'zlaringiz foydalanib ko'rasizlar. Endi bugungi amaliyot ishimizga keladigan bo'lsak, hozir bugungi amaliyot ishimiz sizlar bilan asosiy UI elementlari, ya'ni komponentlar, widgetlar bilan ishlash. Ishdan maqsad mobil ilovalarni ishlab chiqishda boshqaruv elementidan foydalanish, dialog oynalari bilan ishlash. Nazariy qismga keladigan bo'lsak, odatda Androidda 2 dona dialog oynasi aniqlangan. Data picker dialog bilan time picker dialog. Hop, bu bize sana va vaqtni tanlash imkonini beradi. Bu narsalarni boshqaruv elementlarida sizlar bilan leksiyada ko'rib o'tdik. Sana belgilashdan tashqari data picker dialog tinglovchilar yordamida sana tanlashni boshqarish imkonidan beradi. On-date changed listener va on-date set listener'lara chatadi orqali boshqariladi. Bu tanlangan sanani ilovada qo'shimcha ishlatish imkonini beradi. Shunga o'xshash time picker dialog tinglovchilar yordamida vaqt tanlashni boshqarish imkonini beradi. On-time changed listener va on-time set listener navlaridan usullaridan foydalanib ketiladi. Ushbu komponentlar bilan ishlashda data picker dialogda oylarni hisoblash, noldan boshlanishni hisobga olish kerak. Ya'ni yanvarda 0, dekabrda esa 11 bo'ladi va shunga o'xshab time picker dialogda soniyalar va daqiqalarni ortga hisoblash va 0dan 59gacha, soatlar esa 0dan 23gacha bo'ladi. Ya'ni 1dan boshlanmaydi ekan, 0dan boshlanib ketadi ekan. Biz ilovada data picker dialog va time picker dialogdan foydalanamiz. Hozir shulardan foydalanilgan bu yerda kodini boshida bir qator tahlil etamiz, ko'rib chiqamiz amaliyot ishini va undan keyingidan ishlatamiz. O'zlarimiz Android Studioda ishlab ko'ramiz. Xo'p. Ishlatilgan Activity Main XML yangi fayl project yaratilgan va buning ichida bir dona text view bilan button yaratilgan. Text viewga ID berilgan, current data time deb va with balandlik, kenglik berilgan, textini size berilgan va ishlatilgan 4 tarafi mahkamlab qo'yilgan. Keyin bir dona button yaratilgan. Bu buttonimizga ID time button deb berilgan. Balandlik va kenglik berilgan. Buttonimizni ichine text narsa izminit время deb bergan. Keyin bu yerda navdayan on click usulidan, ya'ni metodidan foydalanib ketgan. Ya'ni bosganda time'ni o'rnatsin degan va parent qilib ishlatgan, mahkamlanib ketgan. Va bizlarda yana bir dona buttonimiz bor. U buttonni esa date button deb
ID bergen. Birinci battanımız bize de time battanadı. Keyinki battanımız date battın. Mıngam özüne yaraşa balantlik kenglik berilgen. Tekstine ismini datuda yazılgan. Yani bedem keyin on click metodundan faydalanılgan set date yani kunni o'rnatish va nishatilgan mahkamlab qo'yilgan left right topa. Keyin bu sanal vaqtni tanlash uchun ikkita tugmani hamda tanlangan sana va vaqtni aks ettiruvchi matn maydonini belgilaydi va kodni o'zgartiramiz asosiy faoliyat. Ya'ni bizada .java faylimiz bor-ku, ya'ni main activity java. Shunga quyidagilarni yozamiz. Nishatamiz boshda bizlarga kerakli bo'lgan view widgetlarni, applarni nishatamiz. Import qilib olamiz. Bundan keyin asosiy qiladigan ishimiz bizlarni boshlanadi. Ya'ni dialog oynasida sanani tanlash. Bedayna data picker yaratildi. Nishatda date and time biz sizlar bilan data picker va time picker ustunda bajariladigan atributlarni leksiyamizda ko'rib o'tdik. Xuddi shu usullardan birida foydalandi, ya'ni sanani, kunni va yilni belgilash uchun. Keyin vaqtni belgilash uchun esa navdan kalendar viewdan foydalanib ketdi. Ya'ni bunda kalendar hour of day, ya'ni kunning soati va kalendar minut, ya'ni hozir qaysi minutdaligini ko'rsatish uchun. Bu yerda endi qiladigan ishimiz boshlang'ich sana va vaqtni belgilash. Bu yerdan nishatdi current data time'ni o'rnatdi. Format data time'a, ya'ni get time in mils vaqt millari bo'yicha. Bu yerda esa времяni o'rnatdi. Xuddi shunga aytib ustunda bajariladi usullarni ham ko'rdik. Time picker, data pickerni bu yerdan xuddi shuni date and time set, kalendar hour of day. Beram shu soatni, keyin daqiqani nishatdi chaqirib oldi. Bu yerdan nishatdi endi data picker bilan time pickerni chatda yerni monthsni, day of monthsni belgilab saytatib o'rnatib ketdi. Bu yerda asosiy sinf Java until kalendar bo'lib, bu standart Java sinf kutubxonasida saqlanadi. Usulda set initial date time. Biz ushbu sinf misolida millisekundlar sonini olamiz. Date and time, get time in mils va formatlashdan foydalanib biz uni matn maydonini ko'rsatib beramiz ekan. Ya'ni biza bu tarafdan .javada sizlarga birinchi ko'rib turgan kodlarimiz, ya'ni sizlarga shu vaqtgacha ko'rmagan notanish kodlarimiz bor. Shularni ishlatilgan birma-bir izoh berib o'tilgan. Ya'ni har bir usul alohida yoritib berilgan. Tugma bosilganda chaqiriladigan usul bu set date, ya'ni tugmani bosganda sanani tanlash oynasini ko'rsatadi. Oyna yaratilganda uni obyektini sanani tanlash moslamasi uzatiladi. Ya'ni data picker, dialog, on data set listener bu matn maydonidagi sanani o'zgartirib beradi bizlar. Shunga o'xshash bunda set date usuli bor. Endi bu yerda set time usuli bor. Bu vaqtni tanlash oynasini ko'rsatadi bizlarga. Oyna obyekti vaqtni tanlash moslamasidan foydalanadi. Ya'ni time picker, dialog, on time set listener bu matn maydonidagi vaqtni o'zgartirib beradi bizlarga va boshlash maydoni vaqtni o'zgartirish tugmasini bosish orqali biz vaqtni belgilashimiz mumkin ekan. Ya'ni bizada hozir shu yuqoridagi kodlarni yozsak nishatadi xuddi shu ko'rinish chiqadi. Sana sozlash oynasi xuddi shunday ishlaydi. Bu sanani sozlash oynasi ekan. Bunda ko'rsatib qo'ydik. Bunda vaqtni sozlash, bu sanani sozlash. Hop. O'z muloqot oynalarimizni yaratish uchun alert dialog komponentidan dialog fragment sinfi bilan birgalikda foydalanamiz. Bedayna bir qanchasi ko'rib o'tilgan. Birinchidan loyihadagi yangi fragmentlar sinfini qo'shamiz. Uni biz custom dialog fragment deb ataymiz. Ya'ni bu yerdan shartda custom dialog fragmentni bu yerga import qilib ketdi. Va bu yerda ustidan chatda bir qancha
amallarni bajardi. Ya'ni nega navg'a chiquvchi natija bizani dialogiy oynamizdagi для закрытия окна нажмите ОК. Ya'ni shuni OK'ni bosganimizda bu oyna yopilsin degan yozuv chiqsin degan ma'noda bo'ldi. Fragmentlar klassi fragmentdan barcha standart funksiyalarni uni hayotiy siklini o'z ichiga oladi, lekin bundan tashqari meros qilib ham olishi mumkin. Sinf dialog fragment bu bir qator qo'shimcha funksiyalarni qo'shadi va uni yaratish uchun ikkita usuldan foydalanishimiz mumkin. Birinchisi obyektni qaytaradigan onCreate dialog usulini bekor qilish orqali va ikkinchisi standart usuldan foydalanadigan createView usuli orqali foydalanish. onCreateView orqalidan. onCreate dialog usuli dialog oynasini yaratish uchun Alert Dialog Builder sınıfından faydalanılады. E, Bize bacaradigan usulumuzdan foydalanış şu dialog oynasının görünüşünü sozlash imkonini beradi. BDNA üstünde bajariladigan bir qancha navli usullar bor. Set title oyna sallafasini o'rnatadi. Set view oyna interfeysini tartibini o'rnatadi. Set icon oyna belgisini o'rnatadi. Set positive button harakatni tasdiqlash tugmasini o'rnatadi. Set neutral button to'plamlari neytral tugmasi uning harakati tasdiqlash yoki bekor qilish harakatidan farq qilishi mumkin. Set negative button bekor qilish tugmasini o'rnatadi. Set message dialog oynasi matnini o'rnatadi, lekin set view'dan foydalanganda bu usul ixtiyoriy yoki ko'rib chiqilishi mumkin. Agar biz faqat xabarni chop etishimiz kerak bo'lsa, muqobil sifatida create ya'ni oyna yaratib beradi ekan, bizlar shu usuldan foydalansak ham bo'ladi ekan. Bunday holda dialog tugmasi oddiygina xabarni ko'rsatadi, ya'ni fayldagi ushbu dialog oynasini chaqirish uchun activity main XML nani buttonni belgilab ketishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bir dona button yaratilgan, balandlik, kengligi berilgan va ichine dialog degan tekst yozilgan va basılganda metodi chaqirilgan, basılganda show dialog ya'ni bizlara dialogni ko'rsatib bersin degan buyruq berilgan. Kodda asosiy faoliyat dialog oynasini ishga tushiradigan tugmani bosish moslamasini aniqlaymiz. Bu yerda shuni Java kodi berilib o'tilgan. Asosiy bundan yuqorisi polni o'zida bo'ladi. Bu yerda yozilgan kod faqat shu. Ya'ni public show dialog view va custom dialog fragment dialog, ya'ni custom dialogga yangi nomni custom dialog fragmentni danglattirdi va bizlara nodasa custom degan yozuv chiqsin. Muloqot oynasini chiqarish uchun custom dialog fragment obyekti yaratiladi. So'ngra buni show usuli chaqiriladi. Bu usul o'tadi fragment manager va string ixtiyoriy tag hisoblanadi. Bu tugmani bosish maydoni dialog oynasına ma'lumotlarni kiritish imkonini bizlara beradi ekan. Ya'ni xuddi shuningdek dialogli oknodan для закрытия окна нажмите ОК. Ya'ni oynani bosish uchun OK tugmasini bosing. Endi bu dialog oynasi bizada chiqdi. Endi shuni ozgina nishatamiz moslashtirib olamiz. Ya'ni yuqorida bir qancha usullarni ko'rdikku, set title, set icon, set message, set positive button, set negative button va create'larni bu yerda yuqorida ko'rib o'tdik usullarni sizlar bilan menimcha undayni. Xuddi shu usullardan bu yerda nishatilib turibdi, foydalanilib turibdi. Va unli holatda nishatadi bizada dialogli oknoni yanında endi nav chiqadi, icon chiqadi. Keyin atmena va OK'ni bossam chiqadi. Bu yerda bunday narsa yo'q edi ko'rgan bo'lsangiz. Farqi xuddi shunday bo'ladi. Bu yana o'rnatilgan resursdan rasm sifatida foydalanadigan ikonga qo'shilgan, ya'ni Androidning ichida Android Studio'da resurs paketi Drawball'ning ichidan icon dialog alert chaqirtirib olingan va sozlash ikkita tugma sozlanib ketilgan. Har bir tugma uchun matn va bosish moslamasini o'rnatishimiz mumkin. Bu holda bosish ishlovchisi uchun nol qiymat beriladi, ya'ni ishlov beruvchi o'rnatilmaganligi uchun. Xo'p, endi biz nishatamiz
Resurs papkanın içinde, layout'un içinde dialog.xml'dayan chatamiz fayl yaratıp alamiz. XML faylabının içine bir tane text view taşıymiz. Bu text view'nun gravity'sine center berilgan, balandlik kenglik berib o'tilgan va text view'ga text berilgan. Bu yerda endi hello world deb berilgan va to'rt tarafidan ishlatgan parent bilan mahkamlab qo'ydi. Endi biz ishlatamiz dialog oynasini yaratishni, ya'ni bizlar görünüşünü o'zgartiramiz. Bu yerda nuqtacha faylimizda o'zgarishlar bor bir qancha, ya'ni endi xuddi shunday görünüşde chiqdi bizada. Ya'ni bunda yuqorida для закрытия окна нажмите ОК edi. Endi bu yerda nima bo'lib chiqdi? Hello Android bo'lib chiqdi. Shu bilan birga skrinshotda ko'rib turganlaringizdek tugmalar va belgili sirlarga belgilashi ishlatmagan kiritilmay ketilgan. Beda sizlar endi topshiriq bor, ya'ni UI komponentalaridan sizlar foydalanib ketishlaringiz kerak. Ya'ni shu komponentalarning xususiyatlarini o'rganish, atributlarini o'rganish desam ham bo'ladi. Button, image button, chip group, chip checkbox, radio button, toggle button, text view, image view, recycle view, fragment, scroll view, oddiy viewlarimiz, kalendar view, video view, switch, time, date, multi-line text, password, email, progress bar, toolbar, shulardan sizlar biza amaliyotda foydalanishlaringiz kerak. Lekin hozir eng asosiy qiladigan ishlaringiz xuddi o'sha amaliyot ishida bunday rasmlari bilan, kodlari bilan birma-bir berilgan. Men nonni ishlagan bo'lsam, sizlar ham xuddi shu ko'rinishni, xuddi shunday amaliyot ish tartibida, misol uchun 6 amaliyot bo'lsa 6, 7 amaliyot bo'lsa 7 amaliyot ishida turib yozgan kodini kopirovat etib tashlaydi va chiqqan natijani nishlatadi, kopirovat etib tashlashi kerak bo'ladi bizlara. Hozir bu yerda bu nani sizlarga tashlab beraman. Menyudan foydalanishni. Bir qator o'zlaringiz ham Android studiolaringizda kopirovat etib tashlashdan ko'rasizlar. Keyin bu yerda menu.xml degan faylimiz ham bor. Bu menu.xml'imizniki. Ben de size screenshot'u bilen hem taşımak isterim. Aslında beni başkan taş neticeyi çıkartırsam. Şimdi nokta XML ödemiz. Bir de ne bilen birge kaldığını bir de ben Tuvas'tan çıksın dedim. Yeni upload'ını baskanımda xuddi şu upload çıktı diye bana da bir çizik düşüp kaldı. Xuddi şu görünüşte boladı. Menyularni qolganlarini o'zlaringiz bir qator ko'rasizlar. Amaliyot ishini faylini ham tashlab beraman.
Savollarınız bormi? Savollarınız bormi bu mavzu bo'yicha? Leksiyada tushuntirib berilganlar, amaliyotda bir xatar ko'rildi. Savollarınız bo'lsa so'ranglar. Eshitib turmasdan meni. Assalomu alaykum domla. Savollarınız bormi? Assalomu alaykum Nagiza. Bir xatar meni ishlatib ko'ringlar endi. Savollarınız keyingi parada Mhm. Hop, tayyorlab qo'ysanglar keyin ko'rib beraman, yaxshimi? Mana faylini tashlab beraman sizlarga. hop. So'raydigan narsalaringiz bo'lsa so'rasanglar javob beraman. Hozircha zapisdan ko'rib netaverik. Yaxshi. Keyin tushunmaganimizni keyingi darsda so'rarmiz. Mhm. Zapislamas tashlab beraman sizga. Hop. Shundan mana oldingi amaliyot ishimiz ikkita sonni yig'indisini bizlarga chiqarib beradigan programma ishlashadi, to'g'rimi? Mhm. Bundan keyin ishi bo'ldi. E, Bu faylni tashlab beraman hozir. Hop. Asam, hozir yana Zoom'ni yoqamandan ishi zapisni qo'yaman, yaxshimi? Bir xatar eshitdinglar, Yaxshi. keyin savollaringiz bo'lsa aytarsizlar yana. Hop domla. Mhm.